Xodimlarning yaxshi ishlamasligining asosiy sababi aslida tadbirkorning o'zida ekan. Nimaga bunaqa deyapman bilasizmi? Chunki xodim yangi ishga kelganda nima qilishda va nimalarga javob berish kerakligini bilmaydi. Uni qo'lida aniq bir ishlarni qilishi bo'yicha reglament, ya'ni yo'riqnomasi yo'q. Agar uni qo'lida ana shunaqa reglamenti bo'lsa, birinchidan bo'yinda mas'uliyati bo'ladi. Ikkinchidan esa ishlarni vaqtida qilmaydigan bo'lsa, chala qiladigan bo'lsa yoki ishga mas'uliyatsizlik bilan yondashadigan bo'lsa va buni takror qilaveradigan bo'lsa, yo'riqnoma, ya'ni reglament bo'yicha rag'batlantirish KPI tizimi hamda jarima, jazolash tizimi bo'yicha ish ko'riladi. Bu narsani bilgandan keyin ham 2-3 martadan keyin o'ziga kelmasa, ogohlantirish berish kerak. Ya'ni bir hafta o'ziga kelish uchun nima qilish kerak, podrobni tushuntirish kerak albatta umumiy holatda. O'sha bir hafta davomida ham o'ziga kelmadi. Nima muammosi borligini ham so'raysiz, aytmaydigan bo'lsa yoki 3 marta ogohlantirish berib, unda ham e'tiborsizlik qilib, yana shu holat davom etadigan bo'lsa, u xodim bilan iloji yo'q, nima qilish kerak? Xayrlashish kerak. Chunki o'sishni xohlamagan, rivojlanishni istamagan xodim bilan siz uzoqqa bora olmas ekansiz. Bu meni shaxsiy fikrim. Siz nima deb o'ylaysiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.